Bogat Dimitrov. Girarasha ishindi. Garderobchalardan mustaqilsa. Ish dizaynda. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Biza Bogat Dimitrovdagi o'zimizning Izzatbek Jo'ramning xonadoniga keldik. Bir 15 kun burun ina shu garderobni o'lchadik. O'zingizga Instagramga yuklab qo'yibman. Ko'pchilik ko'rib qo'yibdi. Kelib joylashtirdik, ko'rib baho berasizlar. Bu yoq tarafı aytadan bo'lsak, yurtdoshlar, kul chatirlari nelari bor? İçine vishnika qo'yilib turibdi. Keyin buni tina ajoyib bo'lib chiqdi, u ham moslab tayyorladik. 102 fasati akril yammashlari nelarni bu yoq tarafga oyna qo'yildi. Giymasadan, keyin bu yoqda yana bir enalarni to'ymaybil desak ham bo'ladi. Hozir toza gelin-kuyovlar aytilib turgan komplektda enalar, ota-onalarni podarka ettirayna. Ajoyib spanli shkaflari chuqur bo'ldi, arjalari, dastalari yana quyma dastadan bo'ldi. Sifati zo'r. Xullas aytadan bo'lsak, qo'llablari oyoq alamiz yo'q, qalin turibdi yana. Chetlari kompyuter davosidan o'rtasi ham cho'nqur. Bu yoq taraf ham zakonnina. Yurtdoshlar, nechik varianti kerak bo'lsa aytaverasizlar. Xudo xolasa o'zlaringizning uyingizga mos rangda aytilgan svetda tayyorlab beramiz. Like'larni bosib qo'llab turinglar. Xudo xolasa sizlarning xonadoningizda bundan ham chiroylisini o'zlaringizga ma'qul dizaynda, ma'qul rangda qilib tayyorlab beramiz xudo xolasa. Qo'llab turinglar. Salomat bo'ling. Kuzatganingiz uchun rahmat.